Assalomu alaykum aziz obunachilar. Videomiz ikkinchi qismi. Birinchisiga Instagramga ham video qo'ydik. O'shanga sig'ish kerak. Kamroq video bo'lsin deb qisqaroq postdan mana hozir maydalangan yong'oqimizni sovamiz. Qushlarga. Me'yordan oshib ketish kerak emas. Bo'ladi. Bitta qushga mana shu bo'ladi. Молодойmiz. Sayrashini bosib qo'noni ham mana shunaqasini qo'ysanglar zo'r bo'ladi. Plasmassa o'rniga mana menda hammasi shoxlar qo'yilgan, mana chiroyli qilib qo'yib qo'yganman. Qushlarga ham yaxshi. Mevali daraxt bo'lsa iloji boricha yaxshi bo'ladi. Ular birozni edi, u yoqdan bu yoqqa sakrab tepaga chiqib yuraveradi. Ular shunaqa. Mana bittadan sekin berish boshlovchi to'pinga beramiz. Keyin tepadiga beramiz. Keyin pastiga ham beramiz. Keyin ko'chadagi qoqqillarga beramiz. Shunaqa gaplar. Bizdan uzoqlashmanglar. Sizlar bilan sevimli sayroq qushlar kanali bo'ldi. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib olamiz. Hammaga omad. Mana yeyishini ham ko'ryapsizlar. Voy jonivar. Ol ye.